Xabaringiz bor, joriy yilning 23, 24, 25 hamda 26-mart kunlari Navoiy viloyati futbol assotsiatsiyasi tomonidan maktabda futbol dasturi doirasida futbol yo'nalishida biriktirilgan jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari uchun Xatirchi tumanida 4 kunlik litsenziya o'quv kurslari tashkil etildi. Mazkur o'quv kursi maktablarda futbol darslarini FIFA va OFA standartlari asosida tizimlashtirish hamda o'qituvchilarning metodik mahoratlarini oshirishga qaratildi. Viloyat futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Dilmurod Davronov rahbarligida o'qituvchilarning dars ishlanmalarini tahlil qilinib, mashg'ulotlarni zamonaviy metodikalar asosida rejalashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Viloyat futbol assotsiatsiyasi mutaxassislari Ixtiyor Nurullayev hamda Rustam Bobomurodov tomonidan zamonaviy o'yin qoidalari va hakamlik mezonlari bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Assalomu alaykum. Men Rajab Jamshid Xatirchi tumani 20-maktabda jismoniy tarbiya fanidan dars beraman. Bugungi kunda maktabda futbol dasturi bo'yicha o'qitish mashg'ulotlari bo'lib o'tyapti. Mashg'ulotlar jarayonida Navoiy viloyati futbol assotsiatsiyasidan mutaxassislar kelib bizga amaliy hamda nazariy darslar o'tib berishmoqda. Amaliy darslarda, nazariy darslarda ham juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. O'qish jarayonida video ko'rgazmalar orqali yoki bizda turg'izgan holatda tushuntirib berib, bizlarga tushuncha uyg'otib borishmoqda. Amaliy darslarda esa o'zimizga bajartirib, o'zlari ham bajarib ko'rsatib, o'quv jarayonini tashkil qilishdi. Litsenziyani qo'lga kiritgandan keyin o'quvchilarga albatta tatbiq etib, o'quvchilarda futbolga bo'lgan qiziqishni orttirib borishga harakat qilamiz. Meni uzoqdan to'p siz qabul qiling. Kelyapsiz. Kecha Rustamga ko'rsatib yurishdi. To'pni yurib kelyapsiz. Men aldaysiz, ha. Maktab o'quvchilari uchun moslashgan texnik-taktik mashqlar majmuasi, to'p nazorati va o'yin dinamikasi osondan murakkabga tamoyili asosida bevosita maydonning o'zida amaliy tahlil qilindi. O'rta murabbiylar osondan 1 ga 1dan 2 ga 1, 2 ga 2, 3 ga 2, 3 ga 3 qo'shilib ketaveramiz. Men ismim Mizon Mirmuhammad, 18-maktabdan keldim. Litsenziya bo'yicha hozir o'quv bo'lyapti. Bu yerda bizga ustozlar, murabbiylar keldi. Nazariyni xonada o'rgatdi, monitoringda ham dars bo'ldi. Hozir mana amaliy jarayonidamiz. Navoiy viloyatida ushbu tizimli o'quv kurslari bosqichma-bosqich davom ettiriladi. Navoiy viloyati futbol assotsiatsiyasi bu kabi o'quv loyihalari orqali maktablarda futbol ommaviyligini oshirish va professional kadrlar bazasini shakllantirishda davom etadi.